Akalar o'tiringlar. Shunaqa yirik odamlar ko'taradigan ratan stol-stullarni optim joyiga yetib keldi. Bu kachellis bo'ladi, bu stol-stullar bo'ladi. Ya'ni bog'iga yetib keldi do'stlar. Deko fasonining to'rtaligi narxiga keladigan bo'lsa, kalyonli oynalari bilan birga 1.900.000 so'mdan boshlab u yog'iga ketaveradi. Undan tashqari 2025-yil trendga chiqayotgan, ya'ni Chanel fasoni bor. Bu ham to'rtaligi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 4.5 million so'mdan boshlab u yog'iga ketaveradi. Kalyonli oyna, undan tashqari mana bunda yumshoq o'tiradiganigacha bo'ladi. Isabella fasoni bor ekan, narxi buniki ham 4.5 million so'm bo'ladi, ya'ni to'rtaligi bo'ladi. Tagida o'tiradigani yostiqchalarigacha bo'ladi. Kachellilar narxiga keladigan bo'lsak, donaligi narxi 1.600.000 so'mdan, shunaqa yirik odamlar ko'taradigan ikkitaligi narxi 1.900.000 so'mdan boshlab u yog'iga ketavergan. Xolasalar mix fasoni bor, xolasalar отдельно stollari ham sotiladi. 350.000 so'mdan boshlab 700.000 so'mgacha bo'ladi. O'zbekiston bo'ladi. Dastlabki kelishli holatda biz turgan joy Farg'ona viloyati Uchko'prikdagi Sallax qishlog'ida turibmiz. Past akamiz nomerlarini qoldirdik, bemalol zakaz berish uchun aloqaga chiqaverasizlar.